Ona, bilasizmi, siz mening hayotimdagi eng yaxshisiz. Meni barchasi uchun kechiring. Menga bunday qilgin degan paytingiz o'zim bilaman deganim uchun kechiring. Siz meni tushunmaysiz deganimda kulib qo'ygandingiz. Hatto tilim chiqmagan paytda tushunganingizni unutganim uchun kechiring. Bir ish buyursangiz malol kelib g'azab qilganim uchun kechiring. Bir narsa olib kelishni yozib bersangiz, u qog'oz qayerlardadir qolib ketgani uchun kechiring. Onajon, agar meni qo'limda bo'lganida sizni barcha yomon kunlaringizni meni yaxshi kunlarimga almashtirar edim, toki yomon kunlar menda qolsin, siz faqat yaxshi kunda yashang. Ona, sizni doim yaxshi ko'rganman, meni barchasi uchun kechiring. Alloh sizdan rozi bo'lsin onajonim.